Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchi muxlislarimiz. Mana bugun biz Arabxona Quyidarg'om mahallasiga aziz ayajonimizni qutlug' 70 yoshli yubileylari bilan tabriklash maqsadida tashrif buyurganmiz. Albatta bugungi xursandchilikni sizlar bilan baham ko'ramiz. Biz bilan qoling, qani ketdik. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugungi xonadon sohibu sohibalarini tabriklash maqsadida tashrif buyurgan aziz otaxon onajonlar, aka ukalar, go'zallikda butun dunyo ayollarini ortda qoldiradigan aziz mo'niz opa singillar. Mana bugun biz Arabxona albatta Quyidarg'om mahallasiga tashrif buyurdik. Eshitdikki, ana shu xonadonimiz farishtasi, ana shu xonadonimiz duogo'yi ayajonimizni tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari bilan tabriklash maqsadida bitta guldiroz qarshakchalamiz Bibi Rajabayani taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Ayajon, shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana bugun biz eshitib Samarqanddan tashrif buyurdik. Aytdilarki, bizni uyimizning oftobi, bizni uyimizning quyoshi, xonadonimiz farishtasi, duogo'yi. Biz uchun dunyoda Xudodan keyingi navbatda turuvchi yagona ishonuvchi insonimiz ayajonimizning shukrona kunlari, bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayapmiz. Bitta kelib bizni nomimizdan tabriklab qo'ying deyishdi. Bugun ayajon nechiga keldik? Rostini aytamiz faqat. 70. Yo'q hali. Hali 17 mi 18 ga o'xshaydilarmi? Ha, bitta qarsak chalib qo'yaylik. Xudo sizni 120 yoshga yetkazsin. Mana shu farzandlar, nabiralar baxtu kamolni ko'rib, shunaqa chiroyli kuningizga kelib, siz Samarqandimizning eng chiroyli bazmgohlarining birida sizni tabriklash nasib aylasin. Bugun sizni albatta farzandlaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz nomidan, qolaversam Davron aka, Damir aka, Damir aka, qizlaringiz Dilora opa, Dilafruz opalar nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aytilarki, onamiz bor, biz hech kimdan kammasmiz. Onamiz bor, dunyodan hech qanday kamchiligimiz yo'q. Shunaqangi yaxshi ko'ramiz. Onamiz bor, biz shunday Samarqandning boy insonlaridan birimiz. Hech qachon kam bo'lmasinlar, bizni boshimizda soyabon bo'lib yursinlar. Albatta, har bir ertalab turganimizda oyajonimizni yuzlaridan nur yog'iladi. Har bir chiqqan so'zlaridan albatta biz bahra topib, duolaridan shu darajalarga yetib yuribmiz. Hozir men kelguncha farzandlaringiz tayinlashdiki, onajonimizning bitta chiroyli she'ringiz bor, o'shani aytib bering. Sizga mana bitta chiroyli she'r farzandlaringiz nomidan atab qo'yganmiz. Sizga havola etamiz. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, to'nuqul Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandin baxtini albatta ko'rsin, yetimlik dardini azobi ko'rsin. Ona bor hayotda yashash boshqacha.
yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi, o'zidan o'tganin o'zi biladi. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onajon, aziz ayajonimiz 100 yoshlarga kirib, ana shu farzandlaringiz baxtu kamolini ko'rib yurish nasib aylasin. Endi har dunyodagi jami ayollarni bir joyga to'plasak, ulardan so'rasak, eng chiroyli sovg'a nima deb so'rasagar, hammalari bir ovozdan chiroyli guldasta deyishadi. Hozir mana farzandlari, nabiralari tomonidan chiroyli guldastalar, chiroyli sovg'alar tayyorlashgan aziz ayajonimizga to'g'ri oz qarsak chalamiz, taqdim etamiz sovg'alarni. Marhamat. Albatta Davron aka nomidan chiroyli sovg'alarni qabul aylasiz. Tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yoshlar nasib aylasin deymiz. Muborak bo'lsin. Ayajon, har bir yaxshi kun, har bir shunaqangi unutilmas oqshom shirinliklarsiz tatimaydi. Bugun siz uchun farzandlaringiz nomidan chiroyli shirinlik tort tayyorlashgan. Birgalikda hozir albatta shirinlikni kesib niyat qilib, keyin baham qilamiz, tanovul qilamiz. Marhamat aka, pichoqlar tayyor bo'lsa ekan, ayajonimiz oldiga yaqinroq turib farzandlar bilan birgalikda kesib, shu shirinlikdan tatib ko'ramiz. Marhamat. Marhamat. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Muborak bo'lsin. Amin.
Albatta yana bir bora aziz ayajonimiz, xonadonimiz volidai muhtaramasini bugungi shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Uzoqdan uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bahor ko'rkamligi subhidan tongga, beg'ubor qalbingiz hamrohi bo'lsin. Quvonchlar tilayman yangidan yangi, dilingiz shodlikka, orzuga to'lsin. Muborak bo'lsin. Hozir agar tortdan tanovul qilib bo'lgan bo'lsak, ayajonimiz uchun yaxshi niyatlar, ezgu umidlar bugun bisyor. Albatta farzandlari, nabiralari, kelinlari nomidan dil izhorlarini eshitamiz, birgalikda tinglaymiz. Albatta birgalikda qo'shilgan holda. Muborak bo'lsin. Böyle de yaptılar. Hemen yedirip çıkmasın. Bak bir yapıyor. Böyle. Dört otur. Rahmat. Ayajon yana bir bora tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Xudodan tilab qolamiz, 100 yosh, 120 yoshga kirganingizga shunaqa chiroyli bo'lib, sog' salomat bo'ling. Farzandlar soyaboni bo'lib, duo bo'yi bo'lib yurish nasib aylasin. Hozir mana farzandlaringiz, nabiralaringiz sizni tabriklamoqchi, ezgu umidlarini, dil izhorlarini birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Siz bo'lsangiz hech narsangizni topmaysiz. Mana shu yoshlarning yana 5-6tasini ko'ring. Vaqtingizda sog' bo'ling. Ularning vaqtiga sog' bo'ling. Umuman kasal bo'lmang. Barisiz yaxshi. Qarsan. Boshingizga sog' bo'ling. Nevaralaringizni olib, chevaralaringizni olib, begonalaringizni olib to'yga yurish nasib etsin. Da boshingizga sog' bo'lsin. Hamma kim nima deyotgan bo'lsa, hammani onasi minglarga kirsin. O'shalarning qatorida meni ayajonim ham minglarga kirsin. Dadajonim ko'rmagan kunlarni ayajonim ko'rsinlar. Ayajon, umringiz uzoq bo'lsin. Har doim yonimizda yuring. Shu akalarim, ukalarim, opajonim uzoqda sizga turib duo qilyapti. Siz ham shu duolarni apalarimga, akajonimga, nevaralaringizga ravo ko'ring. Ayajon, umringiz uzoq bo'lsin. Meni baxtimga, kimlar baxtiga ilohim sog' bo'ling. Rahmat. Marhamat. Nabiralarim nomidan yaxshi niyatlarni eshitamiz. Marhamat. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Mana bugun Damin amakimning xonadoniga yig'ilgan ekanmiz. Onajonimizning tavallud topgan kunlari ekan. Men o'zimning nomimdan va aziz oilamning nomidan dadajonimning va bizani baxtimizga sog' salomat yurishingizni so'rab qolaman. Ilohim yuzlarga kiring. Bunaqa tug'ilgan kunlardan ko'plarni ko'rish nasib etsin onajonim. Dunyodagi barcha yaxshi niyatlar, ezgu tilaklar, hamma chin qalbdan yaxshi niyatlar sizga onajon. Baxtimizga sog' bo'ling. Alasiga alishmasman dunyolarni. Ming bitta duodan afzaldir haq so'zi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun onajonim 70 yoshlarga kiribdilar. 120 yoshga kirganda ham hammalaring kelinglar. Xalila amakim to'y qilsin, Xalila onajonim 80-90 yoshlarga kirsin. Marhamat. Xo'p, bo'lmasa ayajonimiz sizni bugun kelganimizdan ketgungacha tabriklaymiz.
shunaqa chiroyli bo'lib, salomatligingizga ko'z tegmasdan. Hozir ko'rib turibmiz, mehmonlar hammalari sizni tabriklash maqsadida tashrif buyurishgan. Albatta har bir so'z isboti bilan deyishadi. Biz o'zimiz bilan chiroyli sho'x qo'shiqlarni olib kelganmiz. Birgalikda o'ynab kulib raqsga tushib bugungi oqshomimizni chiroyli qilib o'tkazamiz. Marhamat, sho'x qo'shiqlar sizlar uchun, davra sizlar uchun marhamat. Başındaki taç ki aleyhinde yaprak ruhuna Ahtına başındaki taç ki aleyhinde yaprak ruhuna Karıştı yayıp kırkılaç davranırında oynasın onu Karıştı yayıp kırkılaç davranırında oynasın ona Sırkınız gibi bu kızma Kızışmandır Çorcu uçvelez gibi bu kızma Kızışmandır Lezgeden uyar Bilesin. شب ملتوری که با من باشی عشقم دنیا آمونتیه به یاد تو هر شب آسوبی ندیسم جای تو قلبم دال من مهتاب مشکل شبای من جیگر من سر من شب و بیا بسوی من بیای من دلبر من مهتاب مشکل شبای من
با من باشی عشقم دنیا نامونتی که به یاد تو هر شب ناسو می‌نویسم جای تو قلبم آری عزیزم جگر من سر من شب و بیا واسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا واسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من اومدی تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دست چیل تو دفترم بر شب تو را میخوندم تو من بالا میگفتی که بهات میمونم شکر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبهای من خوره باشه عاشقی روی من بستگی روی من گوشه روی من سری زیبا عاشقی روی من بستگی روی من گوشه روی من سری زیبا بستگی روی من گوشه روی من سری زیبا عاشقی روی من بستگی روی من گوشه روی من سری زیبا
شما میکنن نزار میکنن شما میکنن نزار میکنن بعد نگاه میکنن دل من ها میکنن بعد نگاه میکنن دل من ها میکنن یازه 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 Salomat bo'ling deymiz. O'ylaganda hech qachon charchamanglar. Ayajonimiz tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bora tabriklaymiz. Hech qachon kasal bo'lmang, hech qachon xastalikni ko'rmang. Hozir sizni tabriklash maqsadida hamma mehmonlar tashrif buyurishgan. Albatta sizni tabriklash uchun yaqin qarindoshlar nomidan davraga taklif etib qolamiz. E'zozxon opani marhamat. E'zozxon opa sizni badiiy sahnamizga taklif etamiz. Yaxshi niyatlaringizni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun Deraja onamizni xonadonida bir ajoyib, fayzli bir xonadonda bir ajoyib insonni, zahmatkash, farzandlari uchun, nabiralari uchun jonini jaborga bergan, o'zi uchun yashamagan, faqat farzandim, uyim, joyim, nabiralarim deb yashagan bir munis onaxonni tavallud ayyomida o'tiribmiz. Onajon, mana bugungi ayyomingiz muborak bo'lsin. Siz, men onalar deganda shunday narsa hayotimga, shunday inson, bir mo'jiza deb onalar. Onalarni ta'riflashga til ojiz. Bular faqat farzandim deb yashaydigan ayollar. Chunki o'zbek xalqining hamma ayoli shunday. Faqatgina biz Deraja onamiz emas, hammamiz shundaymiz. Farzandim, uyim, joyim, nabiralarim deb o'zi uchun yashamagan. Mana bugun farzandlari bu ajoyib onaxonimizni farzandlari ajoyib kechani tashkil qilishibdi. Rahmat sizlarga, farzandlar. Onajon, sizga rahmatki shunday farzandlar o'stirganingiz uchun. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana shu farzandlarni, nabiralarni kamolini ko'ring. Boyagi laflisinglar, boyagi yigitlar aytishki, faqat bu onaxonni otajonim yoshlarini bersin dedilar. Albatta, bu insonni eslamak ilojimiz yo'q. Shu davlatga shunaqa bir ajoyib inson edilarki, bu kishilarni yotgan joylari jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin-da, mana shu yerda kezib yuribdilar ular. Farzandlarini mana onaxonni tabriklash uchun. Albatta, onajonim, Allohim yoshlaringizni yoshli qo'shsin. Nabira chevaralarni huzurini ko'ring. Chimilliq to'ylarida ham yor aytib, o'sha o'zimizda qolgan urf-odatlarni oila aylantirib, o'zimizning urf-odatlar borki, shu urf-odatlarni qilib yuring. Faqat boshingiz to'ylardan, yaxshi kunlardan chiqmasin. Topganingiz faqat to'ylarga buyursin. Barchangizga mana bugungi to'y muborak bo'lsin azizlar. Xush kelibsizlar barchalaring. Tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin onaxon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Faqat yaxshi kunlarda uchrashni Allohim nasib etsin. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, sizlarga ham rahmat. Rahmat. Tashakkur deymiz. Salomat bo'ling. Ezgu umidlarga rahmat deymiz. Ayajonimiz ta'kidlab o'tishdilarki, shu xonadonimizning qiblagohi aziz otajonimiz bandalikni bajarib kelgan ekanlar. Albatta, hozir farzandlar hammalarning yodidalar. Bugun aytamiz, otajonimiz ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Albatta, qabrlari iymon nuriga to'lgan bo'lsin. Hozir farzandlaringiz ta'kidlab o'tishdiki, otajonimizdan qolgan bebaho onajonimiz umriga umr tilaymiz va hamisha bahor bo'lib boshimizda bosh bo'lib yurishlarini Xudodan so'rab qolamiz deyishdi. Hech qachon kasal bo'lmang. Inson uchun kerakli bebaho ne'mat bu salomatlik ekan. Sizga uzoq umr tilab qolamiz. Endi esa birgalikda farzandlar bilan, yaqin qarindoshlar bilan, hamma aziz mehmonlar bilan birgalikda suratga tushib, rasmga tushib, esdalikka muhrlab qo'yamiz. Marhamat.
do'st bilan obod o'yingar bo'lsa u vayrona ham do'st qadam qo'ymas ekan vayronadir koshona ham. Mana aziz tomoshabinlar, aziz bizni kuzatuvchi muxlislarimiz, biz bugun albatta Arabxona Qo'ydarg'om mahallasiga mehmon bo'lib, ayajonimiz, xonadonimiz farishtasini chin qalbimizdan tabriklab, ana shu xonadonning mehmoni bo'ldik. Sizlarga havola etdik. Albatta xonadon egalariga rahmat deymiz mehmondorchilik uchun. Sog' salomat bo'ling. Kelgusi ko'rsatuvlarga ko'rishguncha rahmat. Salomat bo'lishdan doim mehmondor. Rahmat sizga, sog' bo'linglar. Mayli. Xo'sh, rahmat. قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من اگر یک روزی من پیغام نداری تو شب آرام نداری اگر یک روزی من پیغام نداری تو شب آرام نداری سببی فکر و صدای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من و قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من هرگز مرا تو نازی بسیار که من نیستم سزاوار ماده هرگز مرا تو نازی بسیار که من نیستم سزاوار فدای لطف به جای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای
مادر من ما قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلبی زیبای تو میشم مادر من فدای قلبی زیبای تو میشم مادر من